Hammamiz o'lamiz. Chiroyligingiz ham o'lasiz. Kuchligingiz ham o'lasiz. Pul topadiganingiz ham o'lasiz. Nomus chiqqaningiz ham o'lasiz. Yalang'oyoqingiz ham o'lasiz. Hammamiz o'lamiz. O'lim haq ekanmi? Orqamizdan ergashib kelyapti ekanmi? Bugun bir kun o'tib bir yoshga katta bo'lyapmiz ekanmi? Katta bo'lyapmiz demaylik. Katta bo'lib xursand bo'lmaylik. Bir oy, ya'ni bir yil, bir kun qabrga yaqinlashyapmiz. Umr ketyapti, o'tyapti. Buni to'xtatib bo'lmaydi. Hozirgi o'tirishimiz hali tarix bo'lib qoladi. Ertaga tarix bo'lib qoladi. Ertaga boshqa haftada juma keladi, lekin bugungi juma keling. Senga birovni gapini olib keldimi, unda atnasheniyani o'z deydi. Nimaga desa, chunki joy kelganda seni gapingni ham unga olib boradi u deydi. Shunaqangi xislati bor-da. Hali itni tishlab bo'lmaydi deydi-yu. Tishlamaydi. Kuni kelib tishlaydi. Bu degani bitta agar vaziyat o'zgarib qolsa-da, sizni qo'lni gapingiz shunday olib boradi. Keyin o'zi zapis bilan olib boradi.